Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 9-oyning 12-kuni seshanba. Oldi bilan dehqonlar xabarlarimizning asosiy mazmunlarida bo'lsin. Angliya hukumatı Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishiga sherik bo'lmaslikni yo'naldi. Xitoy xalqaro boshqarish sistemasini yangidan shakllantirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Xitoy Sharqiy Turkistonda sayohatchilikni jonlantirishga urinmoqda. Xitoy sun'iy idrokli paranglish robotlarini tizginlamoqda. Angliya bosh ministri josuslik vaqasi to'g'risida Xitoy bosh ministriga savol qo'ydi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Qo'dg'ish to'rining 3-sentabrlik xabariga ko'ra, Angliyaning energiya qonuniga tuzatish kirgizish loyihasi 12-sentabr parlamentda muzokara qilinish oldida turayotgan bo'lib, bu loyihada quyosh energiyasi shirkatlarining ta'minlash zanjirining majburiy emgakka chetishliq emasligini isbotlash talab qilindi ekan. Dunyo miqyosida quyosh energiyasi batareyasining muhim xom ashyosi bo'lgan kristallik kreminining ko'p persenti Sharq Turkistondan chiqadi. Mazkur tuzatish kirgizish loyihasi Tashqi ishlar maxsus komitetining raisi Alicia Kearns shundaqla mazkur komitetning boshqa 7 nafar a'zosi va parlamentning boshqa odatdagi a'zolari tomonidan o'tirib qo'yilgan. Bu loyihaga ko'ra, agar har qanday ul muassasa turining majburiy emgakka chetishliq ekanligi shak shubhasiz tarzda isbotlanmasa, umumiy miqdori 50 megawattdan oshadigan davlat xarakterlik har qanday cho'ng ul muassasa turi Angliya plan nazorati idorasi tomonidan cheklandi ekan. Kearns bu vaqtda qo'g'dug'uchi gazetiga mundoq degan: Angliya tashqi ishlar ministri Keleverli Beijingda Uyg'ur qirg'inchiligi haqida quruq gap qilish bilan bo'ldi qildi. Hamda hukumatning dabdabalik so'zlarini qonunning kuchi bilan qo'llaydigan vaqti keldi. Hukumat energiya qonunining mazkur tuzatish loyihasini ma'qullash orqali g'olliq ul muassasa turlarining texmo ochiq oshkora va majburiy emgakdan xoli bo'lishiga kafolatlik qila oladi. Bu haqda 15 kishilik huquq tashkilotidan tarkib topgan Sharq Turkistondagi majburiy emgakni tugatish ittifoqining xatida mundoq deyilgan: Majburiy emgak Sharq Turkistonda to'limi umumyuzlik bo'lg'achqa, shundaqla bu rayonda majburiy emgakdan sistemalik foydalanilg'achqa, shirkatlarning Sharq Turkistondagi har qanday xizmat o'rnining majburiy emgakdan xoli ekanligini dalillaydigan unumli chorasi yo'q. 8-sentabr CNN to'g'rida Xitoy raisi Xi Jinpingning Hindistonda o'tkazilgan G20 boshliqlar yig'inida qatnashmaslik qarori haqida bir parcha tahlil maqolasi e'lon qilingan. Maqolada ko'rsatilishicha, bu Xi Jinpingning 2012-yil taxtga chiqqandan buyon tunji qatim G20 boshliqlar yig'inida qatnashmaslik ekan. Garchi Xi Jinping bu yig'inga qatnashmaslik sababi haqida salomatlik ahvolining nacharlashganligi, Hindiston bilan bo'lgan chegara to'qinish sababli Hindistonga borg'isi kelmaganligi degandek bir qator farazlar o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo tahlilchilarning nazarida bu jihatdagi eng kuchli ehtimollik shuki, Xi Jinping Amerikaning ta'siri favqulodda kuchli bo'lgan mavjud xalqaro boshqarish sistemasi va qurilmasidan bezor bo'lgan bo'lib, buning o'rniga kesak oltin davlatlari atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusi deganda ko'p taraflik munbarlarni dasatmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Amerika Vaztorining 9-sentabrdagi xabarga ko'ra, yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur an'anasiga va turmush uslubiga qattiq zarba bergan Xitoy doiralari atalmish davlat tasdiqlagan Uyg'ur kulturini qaytadan pardozlab bozorga selishga zo'r miqdorda mablag' selayotgan bo'lib, shu orqali davlat sirtidagi sayohatchilarni jalb qilmoqchi ekan. Yaqinda Qashqar shahrini ziyorat qilgan Fransiya xabar agentligining muxbirlarining bildirishicha, Qashqarda sayohat suratlari tortilgan fotograf do'konlardan necha o'n ochilgan bo'lib, sayohatchilar 1500 yuan to'lasa, zar yalitilgan yuz yapqi taqab yoki an'anaviy Uyg'ur kiyim-kechaklarini kiyib suratga tusha oladi ekan. Halbuki yerlik musulmon ayollarning yuz yapqi taqishi Xitoy hukumati tomonidan qattiq cheklangan. Oldinqayda Xitoy raisi Xi Jinping Sharq Turkistonni ziyorat qilganda yerlik amaldorlarni atalmish aktiv tashviqotni kuchaytirib, Sharq Turkistonning ichib etilgan yangi qiyofatini va ishonchini namoyon qilish qo'yilgan. Sharq Turkistondagi sayohatga mas'ul organ 2023-yil sayohatchilikka 700 million yuandan ortiq mablag' selishni planlagan bo'lib, bu 2019-yildagi xamchotning 2-sidan ko'proq ekan. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida hashamatli mehmonxonalardan tortib temir yo'l liniyasi va faoliyat bog'chisigacha bir qator yangi turlar e'lon qilingan bo'lib, Xalq gazetining 6-oydagi xabariga qaraganda, bu Hilton, Sheraton mehmonsaroy qatorliq G'arbning donglik mehmonsaroylari bilan bo'lgan 1 milliard 720 million dollar qiymatidagi kelishimni o'z ichiga oldi ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy bu xil sayohat planlari orqali iqtisodiy unum yaratishdan sirt Sharq Turkistonga aloqador xalqaro tanqidlarga qarshi turishni maqsad qilgan. Ammo Fransiya xabar agentligining muxbirlari bu xil soxta manzilning orqasida
Yangisar nahiye bozordagi bir qabristonlikda yukinib o'ltirish, sajda qilish, duo qilish va Qur'oni Karim tilovat qilish qatorliq islomiy diniy faoliyatlarni cheklaydigan belgilarni ko'rgan. Ya'ni shu qabristonlikda Xitoylarning Cho'kantal bayramida ba'zi nazirlik buyumlarni akilishga yo'l qo'ydiganligi ko'rsatilgan. Muxbirlar yana Qashqar shahrining atrofidagi boshqa yezi bozorlardagi 10 ga yaqin masjidning quluplanganligini va baklar ko'nrab ketganligini ko'rgan. BBC to'rining 9-sentabrdagi xabariga ko'ra, Xitoydagi eng chong izlash motori bo'lgan Baidu shirkati yaqinda Erni ismli sun'iy idrokli paranglish robotini bozorga solgan bo'lib, Baidu shirkati ta'minlagan sonliq ma'lumotga ko'rsatilishicha, mazkur paranglish roboti ishga kirishtirilgan dastlabki bir sotka ichida 33 million 420 ming kishidan savol topshirib olgan. Halbuki xalqaro tanilgan paranglish robotlarga raqib sifatida o'tirg'i chiqarilgan Erni ba'zi savollarga javob berolmaydiganligini bildirgan yoki javob berishdan o'zini qochirgan. Masalan, bu paranglish robotidan Xi Jinping nima uchun G20 boshliqlar yig'iniga qatnashmadi deb so'ralganda, u savolga javob berishning o'rniga Xi Jinpingning rasmiy tarjimonining ulanmasini avatgan. Xitoy hukumatining ishsizlik sonliq ma'lumotlarini e'lon qilishni to'xtatishi ojizlikning ifodasimi degan savolga bo'lsa, kechiring, men hozircha bu savolga qanday javob berishni bilmayman deb javob bergan. Uningdan Sharq Turkiston yoki Tibet yaxshi joymi deb so'ralganda, o'xshashlar bu savollarga javob berishni bilmaydiganligini bildirgan. Halbuki bu paranglish robotidan Xi Jinping og'rib qoldimi deb so'ralganda yoki 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligi to'g'risida savol so'ralganda, u bilmayman demasdan boshqa temada paranglashayli deb javob bergan. Egilishicha, mush yil 8-oyda 10 xil atalmish sun'iy idrok mulozimatining Xitoyda faoliyat qilishiga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning atalmish tor boshliqini boshqarish idorasi bu sun'iy idrok mulozimatlardan sotsialistik yadrolik qimmat qarashni aks ettirishni, shundaqla davlatning kuchi yoki ittifoqligini ziyon uchiradigan uchurlarni tarqatmaslikni talab qilgan. Qo'g'dug'ich to'rining 9-sentabrdagi xabariga ko'ra, yakshanba vaqt gazeti Konservativlar partiyasining yuqori darajalik parlament a'zolari bilan aloqasi bor bir tadqiqotchi va yana bir kishining Xitoyga josuslik qilgan degan gumon bilan qo'lga ilinganligini oshkorlab, bir necha soatdan keyin Rishi Sunak Dehlida o'tkazilgan G20 boshliqlar yig'ini jarayonida Xitoy bosh ministri Li Qiang bilan plansizlik ko'rishgan. Egilishicha, har ikkalisi Angliya fuqarosi bo'lgan bu ikkalan 1911-yildagi hukumat maxfiyatlik qonunining 1-tarmoqqa xiloflik qilish, ya'ni davlat bexatarligi yoki manfaatiga ziyon solish jinoyati bilan qo'lga olingan. Uchrashishdan keyin Rishi Sunak mundaq degan: "Albatta, men shu topda davomlashayotgan tekshirishning tafsiloti haqida bir narsa deyolmayman. Ammo bosh ministr Li Qiang bilan uchrashishim haqida shuni aniq bildirmanki, men oramizda ixtilof bo'lgan sohalardagi bir qator masalalarni bo'libmi bizning parlamentlik demokratiyamizga mudohala qilinishiga intayin kuchli ko'ngil bildirganligimni aniq o'tirib qo'ydim. Buni hargizmi qabul qilg'ili bo'lmaydi." Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.